Salom sportchi abituriyentlar va nihoyat sizlar bilan jismoniy tarbiya va sport oliygohlariga tayyorgarlik ko'rish, qanday yo'nalishlar bor va bu yo'nalishlarda o'qib chiqib, qanday kasb egasi bo'laman, o'zi bu yo'nalishlar qanaqa yo'nalish, bu to'g'risida sizlarga qisqacha ma'lumot beraman. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Xo'p, do'stlar, sizlarga yaxshiroq tushunishlaring uchun bularni bo'lib olamiz. Jismoniy madaniyat yo'nalishi birinchisi, ikkinchisi sport faoliyati va uchinchisi adaptiv jismoniy tarbiya va sport. Xo'p, jismoniy madaniyat yo'nalishi to'g'risida sizlarga tushuntirib o'taman. Jismoniy madaniyat yo'nalishi asosan pedagogika institutlarida bo'ladi. Ya'ni pedagogika instituti degani kelajakda o'qituvchi, ya'ni pedagogda o'zi asl ma'nosi peda bola, agagoyin yetaklamoq, bola yetaklamoq degani. Pedagogika yo'nalishlarida faqat o'qituvchilar o'qiydi. Pedagogika institutini bitirganmi, demak u o'qituvchi. Pedagogika institutida tasviriy san'at yo'nalishi, matematika yo'nalishi, fizika yo'nalishi, tarix yo'nalishi, ingliz tili, rus tili, o'sha texnologiya yo'nalishlari bor. Bularni hammasi ertaga bitirib chiqqandan keyin o'qituvchi bo'ladi. Ya'ni jismoniy madaniyat yo'nalishini o'qib chiqqandan keyin jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'ladi. Xo'p, jismoniy madaniyat yo'nalishi asosan aytganimdek pedagogika institutlarida bo'ladi va o'sha oliygoh, ya'ni o'sha viloyatlarda agar pedagogika institutlari yo'q bo'lsa, davlat universitetlarida ham jismoniy madaniyat yo'nalishlari joriy qilingan bo'ladi. Misol uchun, Farg'ona davlat universitetida jismoniy madaniyat yo'nalishi bor. Chunki u yerda pedagogika instituti yo'q-da. Yana bitta misol keltiraman. Namangan davlat universiteti. Davlat universitetida jismoniy madaniyat yo'nalishi yo'q, lekin Namangan davlat pedagogika institutida jismoniy madaniyat yo'nalishi bor. Asosan pedagogika institutlarida bo'ladi. Где-то O'zbekistonda 24 tami, 23 tami oliygohlarda jismoniy madaniyat yo'nalishi bor. Kechki, kunduzgi ta'limlarda o'qitadi-da. Bu to'g'risida Telegramga ham agar tashlab qo'yaman, o'sha oliygohlarda qaysi oliygohlarda jismoniy madaniyat yo'nalishi bor. Hammasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'sha pastda opitsioniyada silka qoldiraman, o'sha orqali o'tib ham ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, aytganimdek, bu yo'nalishni bitirgandan keyin asosan diplom bo'yicha jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lasiz. Bu bilan turdosh sifatida sport murabbiysi ham bo'lib ishlasangiz bo'ladi. Agar sizda o'sha birorta sport turi bilan muntazam ravishda shug'ullanib, o'sha sport turida natijalar qilgan bo'lsangiz va sizda sport razryadi bo'ladigan bo'lsa, u bilan birgalikda sport murabbiysi bo'lib ham ishlasangiz bo'ladi. Kelinglar, osonroq tushuntirish uchun mana men o'zim to'g'risida aytaman. Men o'zim sport faoliyati yo'nalishini bitirganman, lekin maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lib ham ishlayman. Lekin sport faoliyatini bitirib murabbiy ham bo'lib ishlasam bo'ladi. Meni hamkasblarimdan jismoniy madaniyat yo'nalishini bitirib kelgan, lekin sport maktabda murabbiy bo'lib ishlaydiganlar juda ham ko'p. Ya'ni bu yo'nalish juda ham keng qamrovli-da, ishlasangiz bo'ladi, faqat ozgina qiyinchiliklari bor. O'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak, o'sha sport turida natija qilishingiz kerak. Agar natija qilmagan taqdiringizda ham o'sha yo'nalish bo'yicha nazariy kuchli bilimlaringiz bo'ladigan bo'lsa yoki ozgina shug'ullangan bo'lsangiz, sekin-sekin razryad olib, malaka oshirib kelib, o'sha sport maktablarida ham ishlasangiz bo'ladi. Undan tashqari juda ham ko'p yo'nalishlarda ishlasangiz bo'ladi. Instagram orqali ham avval aytganman, o'sha ichki ishlar organlarida ishlasalaring bo'ladi. Juda ham sport vazirligida, sport bo'limlarida, tuman va shahar bo'limlarida ishlasalaring bo'ladi. Xullas kalom, jismoniy madaniyat yo'nalishi umumiy yo'nalish desak ham bo'ladi. Endi xo'p, jismoniy madaniyat yo'nalishida o'zi sizlar o'qisalaring qanaqa bo'ladi o'zi o'qish oliygohi? Asosan amaliy darslar bo'ladi. O'sha 9 ta dastur sport turi bor. O'shalarda asosan ko'proq shu bo'yicha bo'ladi. Misol uchun sport o'yinlariga futbol, voleybol, basketbol, gandbol bo'lsa, yengil atletika, kurash, gimnastika va yana bir ikkita sport turlari bor. Uni oliygohga kirgandan keyin o'zlaringiz tushunib olasizlar. Ya'ni sizlarda haqiqiy amaliy ham nazariy tomonlama ham bilimlaringni ko'paytirib, maktabda bolalarga jismoniy tarbiyani yaxshi o'rgatish uchun sizlarni oliygohda shu bo'yicha tayyorlaydi. Ya'ni siz gandbol sport turini ham bilishingiz kerak, voleybol sport turini ham bilishingiz kerak, yengil atletikani ham bilishingiz kerak, kurashni ham bilishingiz kerak, stol tennisini ham bilishingiz kerak. Hattoki uni tarixini ham bilishingiz kerak, texnika, taktikalarini
hammasidan xabardor bo'lishingiz kerak va maktabda shu bo'yicha siz dars o'tishingiz kerak, majburiy shu. Xo'p, endi sport faoliyatiga o'tamiz. Sport faoliyati o'zi bitta turmas. Ya'ni sport faoliyati yo'nalishi bitta emas. Sport faoliyati yo'nalishlariga juda ham ko'p sport turlari kirib ketadi. Masalan, sport faoliyati boks yo'nalishi. Sport faoliyati voleybol yo'nalishi, sport faoliyati gimnastika yo'nalishi. Ana shunday qilib O'zbekistonda sport faoliyati bo'yicha oxirgi statistikani ko'rganimda o'sha sport universitetida 50 dan ortiq sport faoliyat yo'nalishlari bo'yicha, sport turlari bo'yicha talabalarni o'qitayotganini eshitgandim. Va sizda mutaxassis, misol uchun mendan so'raydi, men kurashchiman deydi. Bel bog'liq kurash bilan shug'ullanaman aka, qayerga topshirsam bo'ladi desa, bel bog'liq kurashga topshiring deyman. Ya'ni o'sha sport faoliyati bel bog'liq kurashga. Aka, men bokschiman deydi. Nima qilsam bo'ladi aka? Shu boks bo'yicha ham oliygoh bormi yo yo'nalish bormi desam, bor albatta. Sport faoliyati boks yo'nalishiga topshirasiz deyman. Ya'ni imtihon jarayonlari to'g'risida bu safar aytmayapman, faqat sizlarga tanishtirib chiqyapman. Keyingi dasturlarimda o'sha jismoniy madaniyat yo'nalishini ham normativlari qanaqa bo'ladi, eski tartiblari, yangi tartiblari, sport faoliyatini ham normativlari qanaqa bo'ladi tushuntirib ketaman. Endi 3-inchisiga kelyapmiz, adaptiv jismoniy tarbiya va sport. Adaptiv jismoniy tarbiya va sport O'zbekistonga zamonaviy sport turi sifatida kirib kelyapti. O'zi butun dunyoda bu yo'nalish rivojlanyapti. Chunki Olimpiadada ham, jahon, Osiyo o'yinlarida ham bu aynan bu yo'nalishga O'zbekiston juda ham suyanib qolyapti. Ya'ni para sportchilarni yetishtirish bo'yicha o'zi natijalarimiz yaxshi. Yana ham bu sportni rivojlantirib, O'zbekistondagi imkoniyati cheklangan yoshlarda sportga bo'lgan qiziqishini orttirib, ularni sport bilan shug'ullantirib va ularda yuqori natijalarga erishtirish uchun harakat qilishyapti. Shu adaptiv jismoniy tarbiya va sport deganda imkoniyati cheklangan nogiron o'sha yoshlarda ertaga sportchi qilib, jahon olimpiadaga olib chiqib natija qilish belgilab qo'yilgan. O'sha adaptiv jismoniy tarbiya va sportni bitirsangiz, shu bo'yicha mutaxassis bo'lasiz. Endi kelinglar, bu 3 ta yo'nalish qanaqa qaysi oliygohlarda bo'ladi, shu to'g'risida ham qisqacha aytib o'tib ketaman. Va birinchi necha yilligini aytaman. Jismoniy madaniyat yo'nalishida 3 yil o'qitiladi. Shuni bilib o'ylang. Chunki pedagogika yo'nalishlarining ayrim amaliy fanlarida 3 yil o'qitiladi. Sport faoliyati yo'nalishida o'qiganlar 4 yil o'qiydi. Adaptiv jismoniy tarbiyada o'qiydiganlar ham 4 yil o'qiydi. Bu kunduzgi ta'lim shakli to'g'risida gaplashyapmiz. Kechki ta'lim shaklida uchalasida ham 4,5 yil o'qiydi. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Xo'p, endi oliygohlar to'g'risida ham endi qisqacha tushuntirib ketaman. Oliygohlarni ham 2 turga bo'lib olamiz. Birinchisi aytganimdek, o'sha pedagogika institutlari va davlat universitetlari. Ya 3 taga bo'lib olaylik. Pedagogika institutlari, davlat universitetlari va bitta yagona bo'lgan O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. Va uni bitta filiali bor, o'sha Nukus, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali. 3 taga bo'lib oldik. Pedagogika institutlarida tushunib oling. Pedagogika institutlarida asosan jismoniy madaniyat yo'nalishi bo'ladi. Davlat universitetlarida ham aytdim, ayrimlarda jismoniy madaniyat yo'nalishi bo'ladi. Bunga yana bitta qo'shimcha bo'lib, sport faoliyati yo'nalishlari ham bo'ladi, do'stlar. Yaxshilab tushunib oling. Davlat universiteti. Misol uchun Farg'ona davlat universitetida futbol bo'yicha ham o'qitadigan o'sha davlat universiteti sport faoliyati, futbol bo'yicha ham o'qiydi abituriyent o'sha talabalar. Boks bo'yicha ham, gimnastika bo'yicha ham o'qiydi. Yana boshqa joyda misol uchun Milliy universitetda bor taekvondo yo'nalishi. O'sha davlat universitetlarining juda ko'pida sport faoliyati yo'nalishlari bor. Tushunib oldingmi? Ikkinchi davlat universitetini aytyapman. Uchinchisi O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. U yerda ham jismoniy madaniyat yo'nalishi ham bor, ham sport faoliyati yo'nalishlari ham bor, ham adaptiv jismoniy tarbiya va sport yo'nalishi bor. U yagona bitta O'zbekistonda O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. U yerda faqat sport bo'yicha mutaxassislar o'qiydi. Sizlarga o'sha bitta yaxlab qilib aytganda, sport bo'yicha mutaxassislar o'qiydi. Va u yerga kirish uchun razryad bilan kirasiz. Bu to'g'risida keyingi videolarda yana ham to'liqroq qilib tushuntiraman. Menimcha sizlarga bugun qisqacha qilib turib tushuntirib ketdim.
va sizlarga keyingi safargi videolarimda jismoniy madaniyat yo'nalishi normativlari, sport faoliyatining normativlari, adaptiv jismoniy tarbiya va sport turining normativlari, razryad to'g'risida va sizlarni tushunmagan savollaring bo'yicha ketma-ketlikda tushuntiraman. Videoga like bosib qo'ying, Telegram kanalimga, Telegram guruhimga va Instagram platformamga obuna bo'lib qo'yinglar va o'zim bilan bog'lanmoqchi bo'lsanglar, mana shu yerga Telegramda profilni qo'yib qo'yaman. Mana shu yerga o'tib turib bog'lansalaring bo'ladi. Do'stlar, keyingi safar ko'rishamiz. Like bosishingiz esingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha.